Bugungi videoda biz siz bilan Marvel kino olamidagi eng qiziqarli teoriyalarni muhokama qilamiz. Doktor Strange Tony Starkni ataylab o'ldirganmi? Va bu uning qasoskorlar 5 bilan bog'liq katta rejasining bir qismimi? Qulayroq joylashib oling va videoni oxirigacha ko'ring. Strange ataylab Tony Starkni o'ldirganmi? Bu teoriya shundan iboratki, Doktor Strange kelajakning millionlab versiyalarini ko'rganida aynan Tony Stark o'ladigan yo'lini tanlagan. Uning so'zlariga ko'ra, bu ularning olamini qutqarishning yagona yo'li edi. Ammo biz Doktor Strange 2 filmi orqali yana kamida bitta variant mavjudligini bilib oldik. Unda Thanosni mag'lub etish mumkin edi, lekin bu versiyada Doktor Strangening o'zi o'lish kerak edi. Shu sababli Steven o'zini qutqarish uchun Tonyni o'ldirgan bo'lishi mumkin degan taxmin paydo bo'ladi. Bizning mehribon Doktor Strange'imizni bilgan holda bu versiya butunlay inkor qilinmaydi. Yaqinda bu teoriya yanadan kuchaydi. Chunki aka ruslarning so'zlariga ko'ra, Tony Starkning o'limi Qasoskorlar 4 filmida Doktor Doom bilan bog'liq bo'lgan qiyomat kuni syujeti bilan bog'liq ekan. Va endi yana bir variant paydo bo'ladi. Balki Doktor Strange Qasoskorlar 4 dan keyingi voqealarni ham ko'rib chiqqandir. Birinchi Doktor Strange filmida ustoz Strange'ga vaqt toshi yordamida kelajakni ko'rganda, u faqat o'z o'limigacha bo'lgan vaqtni ko'ra olishini aytadi. Ammo Qasoskorlar final filmida biz bilamizki, u aslida Strange'ning kelishini oldindan ko'rgan edi. U dunyoni xavflikdan saqlash uchun kelajakni kuzatib borgan. Masalan, aynan shu sababli u vaqt toshini Bruce'ga berishni istamagan. Chunki agar uni qaytarib berishmasa, Dormammu kelgan paytda Doktor Strange u bilan kelisha olmaydi va Dormammu ularning olamini yutib yuboradi. Xo'sh, balki Doktor Strange ham ustoz kabi o'z o'limigacha bo'lgan voqealarni ko'rib chiqqandir. Strangening o'limi esa Qasoskorlar 6 filmida sodir bo'lishi mumkin. Strangening o'limiga biz yana qaytamiz. Hozir esa Tony Starkning o'limini muhokama qilaylik. Agar russolar hech narsani adashtirmagan bo'lsa, Tony Starkning o'limi aynan qiyomat kuni voqeasining bir qismidir. Ehtimol Strange Tonyni o'z jonini saqlash uchun emas, balki butun multiolamni qutqarish bo'yicha katta rejasining bir qismi sifatida qurbon qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir fanatlar teoriyasiga ko'ra, Strange kelajakda Tony Starkning Doktor Doom kabi yovuz qahramonga aylanishini ko'rgan va shu sababli uni o'ldirgan. Ammo ochig'i, men o'zim bu teoriyaga unchalik ishonmayman. Menimcha, Strange'da avval aytib o'tganimdek, butun multiolamni qutqarish bo'yicha global reja bo'lgan. Balki u qiyomat kuni va yashirin urushlar hodisalarini oldindan bilgan va ularga tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi mumkin. Komikslarda yashirin urushlarda Doktor Strange Doktor Doomga xizmat qilgan va uning o'ng qo'li bo'lgan. Ammo shu bilan birga u yashirincha qahramonlarga yordam berib, Doktor Doom ustidan g'alaba qilish uchun reja tuzgan. Misol uchun, u to'liq to'plangan cheksizlik qolbog'ini Qora Panteraga bergan, toki u Doktor Doom bilan kurashib uni chalg'itgan. Strange xuddi shunaqa g'alaba rejasi tuzib, kvant olamidan cheksizlik toshlarini ham qaytarib olib kelishi mumkin. Qasoskorlar 4da Thanos cheksizlik toshlarini atomlargacha bo'lib tashladim degan. O'shanda bir teoriya paydo bo'lgandi. Balki Thanos ularni yo'q qilmagandir, balki ular kvant olamida yashirilgan. Rostini aytsam, bu teoriyaga unchalik ishonmayman. Lekin Quantumania filmida juda qiziqarli moment bor. Kvant olamidagi mana bu mavjudotlarga e'tibor bering. Ular aynan cheksizlik toshlari rangi bo'lib, tashqi ko'rinishlari ham xuddi shu toshlarga o'xshaydi. Balki ular aynan o'sha cheksizlik toshlari bo'lib, tanaga ega bo'lishgandir. Ha, g'alati eshitiladi, ammo cheksizlik urushi filmida Qizilbosh suyagi Tesseract uni rad etib, Varmirga surgun qilganini aytgan. Ruh toshiga esa qurbon kerak edi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, cheksizlik toshlari unga ega bo'lishi mumkin va kvant olamida ular tanaga ega bo'lishgan. Shu joyda ham aytib ketaman, bu teoriyaga unchalik ishonmayman. Ammo shunga qaramay, menimcha Yashirin urushlar filmida Strange haqiqatdan ham Tonyni atayin qurbon qilgani va bu multiolamni qutqarish rejasining bir qismi bo'lgani aniq bo'lishi mumkin. U Doktor Doom kelishiga tayyorgarlik ko'rgan va komiksda bo'lgan kabi cheksizlik toshlarni yig'gan bo'ladi. Shundan keyin Strange komikslardagi kabi o'lim topadi. Bu lahza aynan uning o'z kelajagini
ko'ra olgan eng so'nggi nuqtasi bo'ladi. Xuddi uning ustozida bo'lgan kabi. Bu teoriya haqida fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Ha, bu teoriya g'alatiroq tuyulishi mumkin, lekin menimcha bu teoriyaga ishonish mumkin. Bu rolikni tayyorlash uchun albatta men Marvelning eski filmlarini qayta tomosha qilishimga to'g'ri keldi. Va albatta buni men ITV yordamida qildim. Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITVda xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Eng asosiysi, ITVda ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. Shuningdek, menimcha Dr. Doomning birinchi rasmiy tasvirini ham muhokama qilish kerak. Bu surat bizning qo'limizga Robert Downey kichikning tug'ilgan kuni orqali yetib keldi. Bu tug'ilgan kun uchun taklifnoma edi. Albatta, Doom yakuniy variantda boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Lekin uning barmoqlariga e'tibor bering, ular juda qoraygan. Balki bu Dr. Doomning butun tanasi shikastlangan va ko'ygan bo'lishi mumkin yoki u ham xuddi Dr. Strange va Wanda kabi Darkhold kitobidan foydalanib, qorog'u sehrini o'rgangan bo'lishi ehtimoldan xolis emas. Uning atrofida ham sehrli runalarga o'xshash narsalar mavjudligiga e'tibor bering. Bunga ishonish qiyin, lekin qasosxo'rlar 5 yilda chiqadi va shu yilning oxirida bizni teaser treyleri ko'ramiz. Va albatta men shu teaser treyleri to'liq tahlil qilaman va albatta shu uchun kanalga obuna bo'ling. Fanatlar teoriyasiga ko'ra, titrlardan keyingi sahnada bir odam niqob yasayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu sahna aynan Tony Stark o'zining niqobini yasagan sahnaga o'xshash bo'ladi, lekin aslida bu odam Dr. Doom bo'lib chiqadi. Skrulllar Rhodey'ni Kapitan Amerika 3 davrida almashtirib yuborgan. Albatta, bu rasmiy tarzda tasdiqlanmagan, lekin Yashirin bosqin seriali finalida uni qanaqa kiyimda topilganiga e'tibor bering. Bu aynan Kapitan Amerika 3 Rhodey'ni tekshiruvga olib ketishgan paytidagi kiyim edi. Agar bu rost bo'lsa, demak cheksizlik urushi va qasosxo'rlar tur davrida ham Rhodey aslida Skrull bo'lgan. Tony vafot etgan paytda yonida haqiqiy Rhodey emas, Skrull bo'lgan. Ochig'i bu fikr meni xafa qiladi. Ha, albatta bu qiziqarli syujet burilishi, lekin faqatgina o'sha daqiqani tasavvur qilish, Tony daft marosimida haqiqiy Rhodey emas, balki Skrull bo'lgan. Bu juda achinarli. Xo'sh, agar aynan Bucky Peterning ota-onasini o'ldirgan bo'lsa-chi? Bizga Peterning ota-onasi bilan nima bo'lganligini haqida hech qanday ma'lumot yoki hatto kichik ishora ham berilmagan. Shu jihatdan u Tobey Maguirening Peteriga o'xshash. Komikslarda Peterning ota-onasi SHIELD agentlari bo'lgan. Tonyning ota-onasi ham SHIELD bilan bog'liq bo'lgan. Говард esa SHIELD asoschilaridan biri edi. Balki Bucky xuddi Tonyning ota-onasini o'ldirganidek, Peterning ota-onasini ham o'ldirgan bo'lishi mumkin. Momaqoldiroqchilar filmi aslida qorong'u qasosxo'rlar haqida bo'lishi mumkin. Film premyerasiga 1 oydan kamroq vaqt qoldi. Ammo biz hali ham film nomidagi yulduzcha nimani anglatishini bilmaymiz. Marvelning o'zi ham bu sirni film chiqqanidan keyiniga ochib berishini aytgan. Yaqinda paydo bo'lgan yangi posterda ham yana shu yulduzcha mavjud edi. Teoriyalardan biriga ko'ra, film premyerasidan keyin yulduzcha o'rniga qorong'u qasosxo'rlar degan yozuv paydo bo'ladi. Va aslida film chiqqanidan so'ng bu jamoa qasosxo'rlar 5 filmida paydo bo'lganda ular endi momaqoldiroqchilar emas, balki qorong'u qasosxo'rlar bo'lib chiqish mumkin. Steve haqiqatan ham Peggy'ning eri bo'lgan. Keling bu mavzuni aniqlashtirib olaylik. Steve cheksizlik toshlarini qaytarib berganidan keyin Peggy bilan qolib butun umrini u bilan yashagan. U sayohat qurilmasi orqali emas,
oddiygina o'rindiqda o'tirgan holda qaytib kelganini hisobga olsak, shunday tuyuladiki, u Peggy bilan butun umr bu olamda yashagan. Kapitan Amerika 2 filmida esa Peggy turmushga chiqib, farzand ko'rgani haqida aytiladi. Ammo uning turmush o'rtog'ini hech qachon ko'rsatishmagan. Aslida esa uning eri bu vaqt davomida Stevening o'zi bo'lgan. Qiziq, agar bu rost bo'lsa, u Peggyning Sharon ismli jiyanini tug'ilganini qanaqa qilib qabul qilgan? Axir u Sharonni ko'rish va amakisi sifatida u bilan o'ynash uchun tashrif buyurishi kerak edi. TVA bu jarayonga aralashmagan, chunki Ravona aytganidek, ular qilgan barcha ishlar muqaddas vaqt oqimining bir qismi bo'lgan va aslida Stevening Peggy bilan yashashi ham aynan shunday bo'lishi kerak edi. Xo'sh, Steve haqida gapirsak, men aslida uning o'lmaganiga ishonaman. Lochin va Qishki askar serialida odamlar Steveni kosmosdagi bazada bo'lib, bizni o'sha yerdan himoya qilayotgani haqida gapirishgan edi. Menimcha, Qasoskorlar 5 filmida bizga aynan shu narsa ochilishi va nihoyat uni yana yosh qilib qaytarishlari mumkin. Komikslarda ham aynan shunday voqea bo'lib o'tgan. Qarigan Steve yana yosh holatga qaytib, o'z ishiga qaytgan. Isaiah Bradley o'z kuchlarini saqlab qolganini hisobga olsak, bu qari Steve ham hali juda kuchli bo'lishi kerak. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Peggy Kapitan Amerika 2 filmida go'yo Steve bilan butun umr yashamagandek o'zini tutdi. Bunga javob Peggy Alzheimer kasali bilan kasal. U oddiygina ham narsalarni unutadi. Yoki u shunchaki o'zini bilmaganga solgan, aslida esa butun bu vaqt davomida Steve bilan yashagan bo'lishi mumkin. Ha, siz aytishingiz mumkin. Steve vaqtga qaytganda u yangi olam yaratish kerak edi. Lekin keling shuni eslaylikki, shu bilan bir paytda Loki serialidagi voqealar ham sodir bo'layotgan edi va Loki Kangni o'ldirgani tufayli qoidalar o'zgargan bo'lishi mumkin. Shu bilan video yakuniga yetdi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Siz bilan har doimgidek Tony Kark edi. Ko'rishguncha.